Men Abduqofurova Mubina Bonu 2010-yilman. Hozirda 10-15 yosh toifasida baxshichilik yo'nalishiga qatnashyapman. Namangan viloyati Kosonsoy tumanidan keldim. 3-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi bor. O'zimizning Namangan viloyatida, ya'ni Kosonda. Shu maktabda 4 yildan beri tahsil olaman, baxshichilik yo'nalishi bo'yicha. Faxrlanib aytadigan bo'lsam, bobom ustozim bo'ladilar. Shu sohani menga bobom o'rgatganlar. Ham 3-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida ishlaydilar. Ashraf Abdug'ofur. Ko'p o'quvchilari bor. Hozirda ko'p institutlarda o'qishadi, katta kollejlarda. Shular bor. Bobomdan men ham o'rganganman shu kasbni. Ular qo'llab-quvvatlagan va ustozim Sayyora Sulton baxshi borlar. Shu kishidan o'rganganman. Baxshilarda o'zini so'zlarini do'mbrasiga qo'shib kuylashadi. O'zini dardini kuylashadi. Ko'pchilik aytadi, baxshilarni cholg'usi bir xil deydi. Lekin baxshilar o'zini o'sha ritmi bor. O'shanga moslab doimiy o'zini dardini kuylab o'tishadi. Shularni ijodi yoqib qolgani sababli men shu sohaga kirganman-da. Tanlovga ilk bora emas, o'tgan yil ham qatnashganman. O'tgan yil tuman bosqichida 2-o'rin bilan taqdirlanganman. Kuchli tayyorgarlik bo'lganligi sababli viloyatdan keyin respublika bosqichiga chiqdim. Bundan xursandman. Tanlovning tuman bosqichi juda ham ajoyib bo'ldi. Bunda baxshilar juda ham zo'r dostonlar, termalar tayyorlab kelishdi. Lekin bilmadim, mening ijroim ularga yoqqan shekilli men o'tdim va 1-o'rinni olib viloyat bosqichiga chiqdim. Viloyat bosqichi ham oson bo'lmadi. Baxshilar juda ham ko'p. Ayniqsa bizning yosh toifamizda ular bilan bellashish oson bo'lmadi, to'g'risi. Lekin ovozimiz yaxshi, cholishimiz yaxshi shekilli, unda ham 1-o'rin olib, mana yana respublika bosqichiga chiqdik. Hayajon bor. Respublika bosqichidan 1-o'rin olishni kutyapman. To'g'risini aytsam, respublika bosqichiga tayyorgarlik oson bo'lmadi. Uyqudan voz kechdik. Avvalo ustozim Sayyora Sulton bilan uzoqda bo'lganliklari sababli onlayn dars oldim. U kishi bilan onlayn dars olib, ko'p dostonlarni o'rganib, cholg'uyimni, ovozimni, ritmimni to'g'rilab berdilar. Hozir shu yerda meni muxlislik qilib, qo'llab-quvvatlab turishibdi. Bobom bilan kelganman. U kishi menga ustoz sifatida ham, bobo sifatida ham sen omad tiladilar va chiroyli duolar qildilar. Hozir respublika bosqichiga Yozbek Zebjon dostonini tayyorlab kelganman. Bu dostonda juda ham qandaydir o'zimga yoqadi. Yozbek va Zebijonning ulg'ayib katta bo'lishgan qissalari, ota-onasi haqida, Yozbekning qiynalganlari, Zebijonning husni jamoli ketgan, ikkovining sevgi izhori bir-biriga. Shularni hozir sahnaga chiqib, chiroyli qilib aytib bermoqchiman. Kutayotgan natijalarim esa yaxshi. Yoshlar ovozi albatta yosh iste'dodlarni, chetda qolib ketayotgan iste'dodlarni ochib beryapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Yoshlar ovozi bizga hozir yosh iste'dodlarni, qancha qolib ketayotgan o'sha iste'dodlarni olib chiqib beryapti. Shuning uchun ham bu tanlovda ishtirokchilar qayta qatnashadi. Bu tanlov biz o'zimizni ustimizda ancha ishlashimizga, o'zimizni ustimizda qanchalik ishlasak mahoratimiz shunchalik oshadi. Sahnada qanday sahnani o'zini madaniyatini his qilishga va ko'plab insonlarning orzu niyati, ko'plab xalq artistlari bilan ko'rishish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Mana shunday imkoniyatlarni yaratib berayotgan prezidentimizga kattakon rahmatlar aytaman. Maqsadim Namangan viloyatida baxshichilik sohasini rivojlantirish.
hey, 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 hey.